Fransiyadagi Le Burje aeroportida yo'lovchilarni tashigan harbiy samolyotlarning ko'rgazmasi bo'lmoqda. Unga o'zlarini ishlab chiqargan samolyotlarni ko'rsatish uchun 90 ta davlatdan 2000 dan ortiq kompaniya ishtirok etdi. Ko'rgazmada ko'pchilikning e'tiborini tortgan texnika Amerikaning Lockheed Martin kompaniyasining ko'p funksiyaga ega F-35A urush samolyoti bo'ldi. Kompaniya vakillari so'zlashuvlar asosida omadli shartnoma bo'lsa, nomlangan samolyotlardan 400 donani 11 ta mamlakatga yetkazib berishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. O'sha vaqtda Amerika samolyotiga raqib sifatida Fransiyaning Dassault Rafale o'q otuvchi samolyoti havo maydoniga ko'tarildi. Ushbu urush texnikasi Islom davlati jangchilarini portlatish operatsiyasiga ham ishtirok etgan. Shuningdek, Airbus Milter kompaniyasining harbiy transport samolyoti ham safdan o'rin olgan. Kompaniya samolyotlarini yetkazish uchun bir necha Yevropa o'lkalari bilan shartnoma tuzishgan. Bundan tashqari yana bir guruh aviakompaniyalar o'zlarining samolyotlarini olib kelishgan. Bularning orasida dunyodagi eng yirik va eng ko'p o'rinli Amerika ishlab chiqqan Boeing 737 Max 10 samolyoti ham bor. Parij aviasaloni ko'rgazmasi 25 iyunga qadar davom etadi. Samolyotlar ko'rgazmasini tomosha qilgani istagan yashovchilar kelib ko'rib ketishlari mumkin.